Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa keyingi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerda 4 ta mokriy rangdagi eshik romamiz, ikkita oq jemshug rangdagi ikkita MDF eshigimiz. Xo'p, bu yerda hozir sizlarga bularning narxi, razmerlari, ma'lumotlarni tushuntiraman. Xo'p, hozir bu yerda to'roy ishimiz bitta odamga, bu ikkitasi yana boshqa odamning zakazlari. Xo'p, bo'lmasam razmerdan boshlasak. Hop, derazamiz razmeri eni 1.25, balandligi 1.50, pes pramuk ish yo'ziga qilingan. Hop, yonidagi mehmonxonamiz eshigi eni 1.15, balandligi 220, oynalik mehmonxonaga yorug' tushishi uchun shu holatda qilib berganmiz. Hop, bu ikki eshigimiz spalniy xona bo'lgani uchun oynasiz qilib gulxo'y variantda qilib berdik. Razmeri eni 1.20, balandligi 240, bo'yi bir xil. Ikki eshigimizni 90 ga 240 bir qanotligi. Hop, bu eshigimizni oq jemshug eshigimizda razmeri eni 90, balandligi 225, ikkovi bir xil razmerda. Bunimiz oppoq emas, anaqa palasasi bor. Oq jemshug deb qo'yadi rangini, shunaqa rangdagi MDFimiz. Xohlasanglar mana bu gulini oqqa, xohlasanglar tilla rangi ham bo'yab beramiz. Unikasiga qarab narxini chiqarib beramiz. Xo'p, bularimiz 0.8 MDFda qilingan, qalinligi 4.5 sm MDF, 3.8, 4, 4.2 emas, 4.5 sm qalinlikda bo'lgan. Korobkalari xo'p MDF emas, yog'ochdan qilingan, 10 ga 4.5 sm. Nalishigimiz kattaligi 9-10 sm atrofida qilingan. Xo'p, oynagimizda har bitta ko'zini germetikalab solib berganmiz. Odam ko'rinmasin, yorug' tushishi uchun oq gullarni solib berganmiz. Bularni ham har bitta kishining ko'ziga dovir germetikalab solib berganmiz. Shumkalar qilingan. Chaspada o'zini qoqmasdan har doimdek orqasiga 1 sm reka qatirib, samarasi bilan ustidan buni otganmiz. Ochilib yopilganda bu chiqib ketmaydi. Tepada ekasi har doimdek 4 ga 3.5 ni baquvvat reka. Tepada yorug' yaxshi berish uchun oq sidon oyna solib berganmiz. Bularga ham yorug' tushishi uchun oq sidon oyna solib berganmiz. Ularni ham germetika qilib solganmiz. Bularimizni ham chaspaga xuddi shunaqa orqasiga 1 sm lik reka qatirilib, ustidan chaspaga otib berganmiz. Xo'p, zamoyimiz keladigan bo'lsa, stimul, yaxshi zamoy, pishiq, bu bir donasi 100 ming so'm atrofida turadigan variantli yaxshi zamoylarimiz. Laklarini glansiy lak qilib sepib berganmiz. Xohlasanglar matoviy, polmatoviy, yiltiramaydigan laklarni sepib beraveramiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, mana oqshayib, cholachib qo'ygan joyi qolmagan, tiniq holatda. Uzoqdan olsanglar bu bilinmaydi. Uzoqdan olsanglar tekkizmasi ham, lak sepilmayishi ham bir xil ko'rinadi. Yaqindan olganda bilinadi hamma defekt. Ko'ringlar. Xo'p, endi bunimizni puli keladigan bo'lsak, xo'p, bu yerda eshiklarimiz metr kvadratda 800 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, shunda bitta mana shu 2 xonatli razmerimiz, eshikdagi razmerimiz puli 2 million 100 ming so'mga to'g'ri keladi. Xo'p, endi bu eshigimizni puli keladigan bo'lsak, standart razmerda 9225 kvadrat 2 kvadrat chiqadi. Kvadratda 800 ming so'mdan 1 million 600 ming so'm, ikki eshigimiz 3 million 200 ming so'mga tayyor bo'lgan. Agar buni o'rtasini kulrang yoki tilla yoki oq rangga bo'yasanglar, uni kvadrati sal qimmatroq chiqadi, chunki mehnatda rasxoti ko'proq bo'ladi. Xo'p, endi boshqacha rangdagi MDFlarimiz keladigan bo'lsak, mana bu yerda oq MDF eshiklarimiz tayyor bo'lyapti. Bularimiz metr kvadrati sal qimmatroq, chunki buni monetaga kraskasi ham qimmatroq, mehnati ham uni ko'proq, manaqa buni ustidan gruntovka manaqa surkadigan narsalari bor. Mana ochiladigan narsalarni surkab chiqamiz, manaqa holatda bo'ladi. Uni mehnati ham, rasxoti ham ko'proq, vaqti ham ko'p talab qiladi. Anaqa narsalari bor. Chunki mana bu kraska qilganda yonboshiga yopishib olmasligi uchun roverda o'yilgan joyini o'ziga kraska beramiz. Bu yonboshiga urmaydi, shunda akkuratni chiqadi. Shuning uchun biz shunaqa narsalarni surkab, ustidan qoplab chiqamiz. Buni rasxotlari, mehnati shunga yarasha. Bularimiz metr kvadrati tollashiga qarab 900 ming 950 ming so'm atrofida chiqadi oqlarimiz, lekin krashinidan arzon chiqadi. Oppoq laminat MDF, bu hozir mana lak sepilmagan holati. Bu ham tiniq holatda chiqadi. Xudo xolasa bularni ham bitkazib syomkalarni qo'yamiz. Bu yerda derazalari ham bor. Bu yopiq gulxo'y variant. Xohlasanglar buni oynali variantiga ham qilib beraveramiz, lekin gulxo'yi chiroyli chiqadi, oppoq bo'lib. Shunaqa variantlar. Agar bu oq rangda ikkita eshik rom bitkazmoqchi bo'lsanglar, shu holat ishlarni ham oqqa bo'yab, o'rtacha 1 hafta 10 kunda tayyor bo'ladi. Agar bu variantda mokriy rangda qilmoqchi bo'lsanglar, ikkita eshik romlar 4 kun yo'q-yo'g'ida tayyor bo'ladi. Rasxoti ham buni ozroq, oqqa qaraganda oqda mehnatda rasxoti ancha ko'proq. Shuni hisobiga shunaqa narx chiqadi. Endi boshqa ma'lumotlarda internetdan Telegram, WhatsApp, Imo larimiz bor. Shunga aloqa qilsanglar, qolganini tushuntira olamiz. Nomerim 99 607 69 00 damiz. Bemalol aloqa chiqa olasizlar. Har xil variantda, har xil fasonda, har xil rangda MDFlar bor.
razmerlarga qarab xudo xohlasa chiroyli qilib beraveramiz. MDFlarimiz metr kvadratga keladigan bo'lsak 600 ming so'mdan 950 ming so'mgacha bor. Bular 800 ming so'mlik variantlar. Endi u yog'ini internetda aloqa qilsanglar, xudo xohlasa tushuntirib boraman. Ichkari uylar bo'lsa, koridorli uy ichkarilari bo'lsa, 06 li MDFlardan shunaqa guruhi variantda qilsanglar ham arzon chiqaradi. Uy ichida bemalol xizmat qilib beraveradi. Qiyshayib, buralib unaqa narsa bo'lmaydi. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Boshqa tushuntirolmagan ma'lumot bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, aloqa qilsanglar, kataloglar bor, tashlab beraman. Yoqqanini to'lasanglar, razmerlarni bersanglar, pulni hisob-kitob qilib beraman. Narxini kelishsak, ish boshlashdan oldin o'zimiz borib, o'lchab, pullarni hisob-kitob qilamiz. Borib o'lchab ish boshlashdan oldin joylariga tushib, devor chopib yoki yonini uradigan, shipaklovka qilmaydigan qilib, chiroyli holatda tushadigan qilib o'zimiz o'lchab, ustanovka qilib beramiz. Ustaxonamiz mana Andijon viloyati Buloqbosh tumanida. Bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Xudo xolisa saharlikdan iftorligacha nomerimiz yoniq. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.